Avvalambor assalomu alaykum, xayrli kun yana bir bora sizga Sharofat ona tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Aziz onajon, bugungi qutlug' kunda sizga ilgari aytmagan eng ezgu tilaklarimizni baxshida qilmoqchimiz. Siz bizga yoshligimizda baxsh etgan mehringiz, mehribonchiliklaringiz uchun bir umrga minnatdormiz. Baxtimizga doimo sog' salomat yurishingizni, chehrangizdan tabassum aslo arimasligini va kunlaringiz baxtiyor onlardan iborat bo'lishini chin yurakdan tilab qolamiz. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Rahmat. Sharofat ona, bugun sizni shukrona kuningiz, tavallud kuningiz bilan tabriklash uchun bizga murojaat yo'llagan inson haqida taxmin qilib ko'ring-chi. Kim deb o'ylaysiz? O'g'lim, kelinim, nevaralarim, qizim. Bo'ldi, boshqa taxminlaringiz yo'q. Bor, ikkita qizim, uzoqdagi qizim. Shu yerda qizim bor, 3 ta qiz nevaram bor. O'g'limdan 3 ta o'g'il nevaram bor. Shular hammasi tabriklashgan. Siz boy ona ekansiz, unda. Lekin bizga murojaat yo'llab Sharofat opamni tabriklashimiz kerak, qalbdagi dilizxorlarimni yetkazishim kerak deya bizga murojaat yo'llagan inson Muhiddin aka qassob bo'ladilar. Sizni qalbdagi ezgu niyatlari bilan, jamiki yaxshi niyatlar bilan tabriklashimizni istadilar va sizga bor salom tabriklarini, dilizxorlarini yo'lladilar. Hamda o'g'lingiz Sardor va keliningiz Gulnoza nomidan ham qutlaymiz sizni. Va ushbu to'rtlikni ular nomidan sizga taqdim etamiz. Duolari ijobat quvvat berar tanamga. Alloh ko'rsat shafoat, dard tegmasin onamga. Farzandlarini g'amini yeb, taqmadi hech ziynat zeb, umri o'tdi bolam deb, dard tegmasin onamga. Injiqlik yo'q fe'l ro'yida, mehrg'uch parvoyida 8 jannat poyida, dard tegmasin onamga. Teksa shiddat shaxt tegsin, iymon otliq taxt tegsin, iqbol tegsin, baxt tegsin, dard tegmasin onamga. Kafta tutib jonimni beray xonumonimni, asra onajonimni, dard tegmasin onamga. Onam mening yuragim, dunyoda eng keragim. Shudir so'nggi tilagim, dard tegmasin onamga. Sharofat ona, yana bir bor bugungi shukrona kuningiz bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Farzandlaringizni baxti kamolini ko'ring, nabiralar ardog'ida bo'ling deymiz. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Allohim umringizni mazmunli va fayzli, barakatli etsin. O'zingizni doim ehtiyot qiling, yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Sizni bugun qutlash uchun sizni xizmatingizda Zamin Tabrik jamoasi bo'ldi. Rahmat. Salomat bo'ling ona.